Vallahi mana biz supermarketga kirib oldik. Qani endi mijozlar ko'p ekan. Qani ko'ramiz necha dollar topa olamiz ekan bugunga. Bola like podpiska bosib qo'yinglar. Avvalgi videomizni 35-40 odam ko'ribdi, lekin bitta ham podpiska kelmabdi. Bola podpiska bosib qo'yinglar iltimos. Mana endi joylashib olamiz. Qani ko'raylik. Open yopamiz. Shu narsalarni nimaga olib bo'lmayapti? Buni olib bo'lyapti. Joyi yo'q ekan, lekin mana shu yerga qo'yib turamiz. Joy yo'q. Mana shu yerga tashlab turamiz. Bularni nimaga olib bo'lmayapti bilmayman, lekin ko'rib chiqamiz. Pul yetmaydi bizda. Hozirlikcha 3 dollar bor, bolalar. Qani ko'ramiz. Narsa sotib olamizmi yo'q? Buni sotib olamiz. Bo'ldi. Bu yerdan tekinga narsalarni ola olamiz. 72 dollar topdik bolalar. Bu yerda yangi narsalar. Qani ko'ramiz bolalar. Bular nimaga kerak? Reklama ko'rmaymiz, lekin bizga reklama kerak emas. Buni oldik. Hali bo'shamabdi, lekin joy yo'q. Narsalar kamayibdi, lekin sotib olishga harakat qilamiz bolalar. Keyingi videoni chiqarishim uchun 100 ta laykinglar beringlar bolalar. Buni joylashtirib olamiz. Sig'maymiz ekan. Voy, narigi xonaga o'tib qoldik bolalar. Buni ham suramiz hozir. Qo'yib bo'lmayapti, hozir mana shu yerga qo'yib turaylik. Bu brat faqat go'sht olar ekanda. Kavob qilmoqchimiz brat. 10 dollar qaytamiz. Bu brat un olgan ekan. 20 dollar qaytamiz. Bu opa faqat apelsin olar ekan, ananas olar ekan. 10 dollar. 5 dollar qaytamiz. 10 dollar qaytamiz. Ananas olgan faqat. 1 dollar 26 sent qaytamiz. 2 ta ananas, 2 ta shokolad olgan. 4 dollar 96 sent qaytamiz bolalar. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Bopa 2 ta kola olibdi. Shokolad olgan-ku faqat. 941 sent qaytamiz bolalar. Yaxshi. 2 ta mandarin. Sut olgan ekan. 85. Yaxshi. Bolalar, bugungi savdomiz yaxshi bo'ladimi deyman. Normalni 3 dollar qaytamiz. Bopa faqat keks olibdi-yu, 10 dollar qaytamiz. Shu yerda reklama ko'rsatib qo'ygan. 5 ta mandarin olibdi-yu, 1 dollar 28 sent. Bir kunda 260 dollar topdik bolalar. Sizlar ham o'tiringlar, joylashtirib olamiz hozir. Orqasida ham o'tadigan qilamiz, normalni. Bo'lmaydi. Hozir bu yoqqa qo'yib turamiz. Bolalar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.